Kechim kirib qopti. Amsa bugungi hikoyamizni boshlaylik. Bu hamda bir qizning beshiq kelgan ekan. Taxminan mush qizning 5 yosh vaqtlar ekanda. Bular bir yezda yashaydi ekan. Bir 30 dak oilelik ekan. Bularning oila sharoiti ancha yaxshi emas ekanda, lekin bu Simon yapsamiz dedik bir uyda yashaydi ekan. Shunda baxtli ekan. Ballar uchun shuning o'zi eng chong baxt bu. Shuning bilan bir kuni kechda bular uydagilar hammasi bir uyda televizorni qo'yib, choy ichib o'tirdi ekanda. O'ltasa bir chog'da tak eshik chekildi ekan. So'ng buvisi voy bu kechada kelgan kimdi deydi ekan. Dadasi berib eshikni ochar ekanda. Ochsa sirtda 4 odam turgan ekan. Bular shunda egiz odamlar ekan. Shular bilan ko'rishgandan keyin biz shundaq mashinamiz buzilib qoldi. Mashina o'ngshalgacha kech kirib ketdik. Sizlarning uyinglarda mashina saqlaygacha, o'ngshalgacha bir saqlab turgan bo'lsak deydi ekan. Bo'ldi uyga kiringlar deb uyga kirdik ekan. Shuning bilan bularning orasidan shu boshda gap qildi ekan, qog'oz ichi gap qilmaydi ekan. Bular jo'zg'a kelib o'tirdi ekan. Qog'oz ichi beshin sankiltib jim o'tirdi ekan. Momasi chaylarni quydi ekan, opasi tatliq turim bir bilan ochqidi ekan. Bular mehmon qildi ekanda. Uchi gap qilmay jim chaylarni ichib o'tirdi ekan. Mao gap qilgan odam bu cho'nglar bilan paranjib o'tirdi ekanda. Andan keyin shu 5 yoshli qizning yoniga kelib surilib, "Isming nima? Necha kirding?" deb so'raydi ekan. Endi bu odam shunchalik bir illiq bilindi ekanda bu kichik qizga. Sonra ismim palonchi 5 yosh kirdim deydi ekan. Aqlliq cho'ngibsa bu deb maqtagandan keyin bu qiz qo'shib ketib, yugurib chiqib, "Men rasm chizish qamroq. Qara, men rasmni emas sizdim" deb rasmlarni ko'rsatdi ekan. Ko'rsatsa voy bak yaxshi chizibsa deb maqtab qilib qo'ydi ekan. Shunda bir yaxshi ta'sir berib qo'ydi ekanda bu kichik qizga. Angacha bu qizning opasi hamda uxlaydigan vaqtim bo'ldi, menga yotoq uying kir deb bu qizni yetlab yotoq uyiga kirgizdi ekan. Sonra bu qiz uxlab qoldi ekanda. Hamdaliki unda qattiq uxlab ketmagan ekan. Bir chaqda yeniq bir kirgandek bo'ldi ekan. Opam kirdimi deb ko'zimda ochsa, bu abayqi qilgan egiz odam kartning yoniga kelib turgan ekanda. Shuning bilan bu biz qaytmoqchi, seni xo'shlab qo'yay deb kirdim deydi ekan. Lekin bu qiz bir xil qiymay qoldi ekanda, bir xil o'zining aksisidek ko'rib qoldi ekan. Yana kelamsa deb so'raydi ekan. Agar sen kelishimni xohlasang, kelma deb bu qizning peshonasiga so'yib qo'yib chiqib ketdi ekanda. Sonra bu qiz uxlab qoldi ekan. Ertasi uyg'ongan vaqtda bu momsi, opasi, dadasi bular shu oqshomgi 4 odamning parog'ini qilib o'tirgan ekanda. Chiqib oqshom eng oldidagi akash mening uyimga kirib peshonamni so'yib qo'ydi deydi ekan. Xo'shlashib ketdi deydi ekan. Degandan keyin opasi "Mobalim deydi, tush ko'rdimi bu. Nerede senin uyun kirdi o deydi ekanda. Amnatda malaning nazarda u kirmagan ekan. Xo'shlashib ketgan ekanda. So'ng tushkuga o'xshaymi deb o'ylab qoldi ekan. Bu ish mushtaq o'tib ketib, bu ikkisidan tunji qitim ko'rishi shu bo'lib qoldi ekanda. Shundan shu ish o'tib 2 kundan keyin bularning majlisdagi bir oydan qaytishib ketdi ekanda. So'ng bu uydagilar hammasi shu o'lim bo'lgan uyga chiqdi ekan. Faqat dadasilam qizim qarayma deb shu uyda qolgan ekanda. Dadasi ham uxlayma deb yotoqqa kirib uxlab qolgan ekan. Bu qiz uyda birdan rasm chizib yiqib, uyda hech kim bo'lmagan qiz zerikib, teshik qarab derazadan o'tirdi ekanda. O'ltasa jiroqdan bir odam keldi ekan. Jiroqdan ko'rib olganda bo'yining egizligini. Bo'yajab egizga akam o'xshaydi ekan deb. Shuning bilan qarab tursa bu yiqilib, yaqin kelganini qarasa chiroyimi, bo'ylarimi shu kun kelgan odam ekanda. Shunda bir xo'shib ketdi ekan, u odam derazadan kelib, derazani chekib kuladi ekan. Ondan bu qiz akam kelibdi deb yugurib, teshik chiqib, esilib ko'rishganda egiz ko'tirib ko'rishib ketdi ekan bu akasi. Shuning bilan menga akamasini mehmon qilman deb mehmonxona uyiga boshlaydi ekan, dadasi yotoq uyda uxlaverdi ekan. Shuning bilan kichik o'smamni maniya deb kompyuterlarni oldi qo'yib, undan keyin men mana shu kun yo'q mandaq rasmlarni chizdim deb siz birtkamda ashada isming nima deb so'raydi ekanda. So'rasa u mening ismim Samir deydi ekan. Boshdan yiqroq bir ism ekan. Mening ismim Samir deydi ekan. Shuning bilan Samir aka men son sovg'a tushibdi-da bir rasm chizib beray deb bu ikkisining rasmini chizdi ekanda. Chizib son berdim deb sovg'a qildi ekan. Paranjib o'tirib bir chaqda teshidan opalar kirgandek bo'ldi ekanda. Bu qiz yugurib chiqib, "Opa, iliq kunki akam kelibdi" deydi ekan. "Qo'ysa kan so'yliqi
To'rt kelgan, ashulaning orasiga birisi kelibdi, mehmon bo'lib kelib turar ekan. Voy, uyga mehmon kelibdi deb, bular uyga kirsa, uyda hech kim yo'qdi. So'ngra bu hozir botdi-ku, ketgan o'xshaydi deb bilqiga qarasa, o'zi chizgan kompyuterlar bor. Rasm yo'qda, ekanki. So'ngra bu ish o'tib, yana ozroq vaqtdan keyin bular mahallagi bolalar bilan mukimiklar o'ynaydi ekanda, mukishmak o'ynaydi ekan. Odatda bular o'ynasa, shu mahalning tuvan tarafida bir tashlandiq bir elavakka, cho'nglanchi bormaydi ekan. Ashak berib o'ynaydi ekanda. Endi u yerda bular ambar deydi ekan, amaliyot u bir cho'ng sanduq ekan. Mashinalarning ustiga qo'ydigan, ichiga suyuqliklarni qachilg'ili bo'ldigan, og'zi ustida bunday temir cho'ng sanduqlar bor. Ashta sanduqni tashlab qo'ygan ekan. Bular mukishmak o'ynab, bu qiz shu sanduqning og'zini ichib, shuni ichiga kirib oldi ekanda. Uni ham kichik bola teshib turib ocha olgan bilan ichi turib ocholmaydi ekanda. Cho'qim birisi teshidan ochsa, ondan chiqa oladi ekan. Shu o'ylashmaydi, shuni ichiga mukib oldi ekan, turib qoldi ekan, hech kim topolmaydi ekan. Bir chog'da atrofidagi bolalarning ovozi yo'qolib ketdi ekan. Bu qiz ichida qo'rqishga boshlayotganda chiqolmaydi. Endi uning ichida havo qisgandan keyin balkim havo sizlanib ketishi mumkin. Shunda qo'rqib yig'layotgan vaqtida daraxtli qilib ustidagi eg'iz ichildi ekanda. Da beshinga turib qarasa, shu Samir akasi o'sha turgan. Aka deb baqirib turgan. U joyi turiblam qo'limda sunib uzunga qo'llari. Bu qizimni dal ko'tarib ochiq qildi ekanda, ochiq qilib sal xap bo'lganda qildi ekan. Nimda buni chekirib oldim. Agar men kamigan bo'lsam qanday qilardim? Nimishqa diqqat qilmaysa, o'ylamaysa deb xap bo'ldi ekan. So'ngra bu qiz qo'rqib jim turib oldi ekan. Mana sen uyingga borib qo'y deb yetlab uyga yaqin yerda to'xtaydi ekan, qarasa opuzlar idodlar shu vaqirab chaqirib mal izlayotgan ekanda. Yo'q boshqa bolalarmi kelib biz topamidik deb bular degan ekan. Buni ko'rib opisi voy ana aya turdi deb yugurib keldi ekan. Angacha bu samrak yo'qolib ketganda. Ya biray otlab kirib ketdi buni qilmaydi. Voy nakatdan o bu deb opisi yerda bir tillab, dadasi bu tillama deb bu qizni akirib oldi ekan. Shundan keyin bu aksi qayta ko'rinib boqmaydi ekanda, toki 10 yoshgacha. Endi 10 yoshda bu qiz maktablarga kirgankan, shu chog'da bo'y pakatiga boshqa bolalardan uning ko'zayingda qaytdi ekan. Oila sharoiti nachar boshqa maktabga olib borib yeydigan narsalarimi nacharroq ekanda. Shunga bu sinfdagi bolalar bu qizni bo'zaq qiladi ekan. To'rt ko'z, paknak, namra, devona degan gaplar bilan haqorat qiladi ekan. Bir kuni bu qiz shu haqoratlarga faqat chidamay o'birniga kirib yig'laydi ekanda, toza o'ksib yig'layotsa, keyindan yana bolalar agishib kirib o'birniga. Unda yig'laysa, uying bayroq o'zi yig'lamaydi, semiz sog'lom cho'ng bo'ladi, qara aptinga deb yana ishda bo'zaq qilgan gaplarni qilayotgan vaqtda egiz birisi o'birniga kirdi ekanda, bu qizim dal qarasa samrakisga. Aka deb yig'iz texim kuchib ketar ekan. Iniga kelib men keldim bo'ldi qo'rqma deb andiki bolalarga tizilishmayaqqa deb o'birning bir temaga qartib tizib bularni. Bundan keyin mushni bo'zaq qilib boqasam hammani birini qiltma adibini berma. Zani qilmaysa, kamsitmaysa bundan keyin mendek akisi va bundan deb toz bir qo'rqitayotgan ekan. Mendek akisi va bundan deb toz bir qo'rqitayotgan ekan. Maqulaka deb ular chiktir ekan. Bu qiz ham u yerda yana esilib quchoqlab aka deb ko'rishib ketganda. Shuning bilan nakatdan aka nimish meni tashlab qo'ysa shuncha yilning yo'q deb ordi 5 yil o'tib ketdi-da. Desam men seni tashlab qo'ymadim, men amalsiz yinim kelmay qoldim. Lekin sen bergan rasmni ko'rib seni eslab turdim. Hozirmi daran keldim yiningga. Ham yana ketmasam maydi, mening kelganimni uydagilaringga dema, baribir uydagilaring sana ishonmaydi deydi. Ma'qul deb o'qitdim. Yana bir xo'shlashdi ekan. Yana oradan 4 yil o'tib, to'xsiz bu samrakisi yana bir paydo bo'ldi ekanda endi. Paydo bo'lib, sen cho'ng bo'lsa, mening bolalarim cho'ng bo'ldi, meni ayolim bor, sening shu inalaring nadangni ko'rgan bormi deb so'raydi ekan. Bo'ldi, ko'rgan bor desa, amsi bugun kechda biz ularni boshlab kelmadik ekan. Bu chog'da bu qizim 14 yosh kirib qolgan bo'lgandan keyin bu Samir akasining inson emasligini his qilib bo'lgan ekanda, 5 yosh, 10 yosh vaqtlarda ancha bilmaydi. So'ndan kechdi saqlab yotadi ekan, bir chog'da deriz ichilgandek bo'lib, bir tuman kirdi ekanda, tutun. Bir necha tutun kirib, uyning ichiga kirgandan keyin bular shaklga kirdi ekan.
Samir akisi bir küçük bala. Suratdek bir chiroyli haydash. Uchi kep voy singlim deb ular bu qizning borligini biladi ekan. Bu qiz hamda ularni tunji qitim ko'rishdi. Ko'rishib, cho'nglag'i demang deb paranglashib bu uchi to'tdi. Sonra bularni yo'lga solib qo'ygan bo'ldi ekan. Keyin yana chiqib mustaq kashlar uyga kelib, bu qiz ular bilan birga o'tirib paranglashib, o'zining gaplarini deb berib, mustaq o'tir ekan. O'tib bir necha yildan keyin bir kuni kashda bu qiz yotoq uyga kirsa, Samir akasining ayoli qo'lida bir qog'oz bor, yig'lab o'tirgan ekanda. Hada kapsizg'u deb ko'rishdi ekan. Shundan yig'lab vadash yoshlarni aytib, Samir akamiz bir boshqa qavm bilan bo'lgan urushda yo'qolib ketdi. Shunga sizga deb qo'yay deb keldim. Siz bergan rasmni sizga qaytarib beray deb yig'lab ketganda, bu qiz mamda esilib akam deb yig'laydi ekan. Aşağı deb bir deganda, bular tunji qitim o'shaning uyiga kelgan vaqtda, mush qizning 5 yosh vaqtida. Shu chog'dami bir urushdan chekinib, yana bir keldigan odamlar borki, shularni saqlash jarayonida mushaning uyiga kirib saqlab turgan ekanda, teshi turib qolsa 4 yolg'iz chatoq bo'ladi ekan. Musha hisobda qo'llab qolgan ki bularni. Shu jarayonda bu Samir degan akash bu kichik qizga amroq bo'lib qolgan ekanda, aqlli ketib. Sonradan qaytishib ketganda aytdiki, bo'ldi o'zingizni asrang deb bu adash bilan xo'shlashdik. Rasmni qoldirib qo'ydi-kanda. Ma'u taylikdagi rasm shu sizgan shu rasmki. Shunday bir hikoyani to'rdishimiz ham bir harlabdiki. Bo'lgansa bugungi hikoyamiz bo'lsin. Xayr xo'sh, omon bo'ling.